Vladimir Zelenskiyning Germaniyaning Bild nashriga bergan intervyusi e'lon qilingan va bundagi asosiy masala aytilyaptiki, Vladimir Putin tinchlikni xohlamaydi degan mesajni berishga harakat qilgan Zelenskiy. Ya'ni Moskvaning Ukrainadagi tinchlik muzokaralaridan asosiy maqsadi tinchlikka erishish emas, balki AQSh prezidenti Donald Trampga Ukraina va Rossiya o'rtasida diplomatik ko'prik borligini ko'rsatish va AQShning Rossiya Federatsiyasiga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etishdan qochishdir. Putin har doim shunday deyishi mumkin. Biz bir-birimiz bilan gaplashamiz. Sanksiyalar qo'llanilsa, boshqa muzokaralar bo'lmaydi, deydi Zelenskiy. Hujumga uchragan mamlakat prezidenti ayni paytda Kreml Ukrainani yakkalab qo'yish maqsadini ko'zlamoqda deb hisoblaydi. Ukraina hamkorlari yordamsiz uzoq vaqt etadigan urush Putin uchun ideal variant bo'ladi. U sheriklar va sanksiyalar ko'magida uzoq vaqt davom etadigan urushga dosh bera olmaydi, dedi Zelenskiy. Shu munosabat bilan u G'arbning Moskvaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Tramp o'z taktikasini tanladi. Men hech kimni qoralamoqchi emasman degan u Tramp haqidagi savolga javob berib, Bild jurnalisti Oq uyda Tramp bilan janjaldan keyin Zelenskiy Amerika prezidentini tanqid qilishdan qochganiga e'tibor qaratganda Ukraina rahbari shunday degan: Menimcha shuning uchun Donald Tramp tarixiy nuqtai nazardan qaraganda dunyoda tinchlikni tiklashdan muhimroq narsa bo'lishi mumkin emas deb aytgan. Ya'ni asosiy masala bu yerda Rossiyaning maqsadi tinchlik emas, urushni tugatish emas, deyapti Abdulla aka. Bu fikrlarga qo'shilish mumkin, chunki mana ikki tomon ikki marotaba muzokaralar o'tkazdi Istanbulda. Afsuski hech qaysi tomon yon berishga tayyor emas. Endi Ukraina ham yon berishga juda endi qiyin masala bu. Hali bosib olinmagan hududlardan ham chiqib ketish talabi yoki sanksiyalarni bekor qilish masalasi albatta bu Ukraina uchun ham og'riqli masala. Va aytish kerakki, ayni paytda Vladimir Zelenskiyning xatti harakatlari mana o'sha men oldin ham aytgandim, G'ayrat Xo'jaki esingizda bo'lsa, bu samolyot bazalarga qilingan hujum bu Vladimir Putinni qo'lini yechib yuboradi. Ya'ni u Donald Trampning bosimlariga go'yoki bir yon berayotgandek edi. Mana biz tayyormiz. Ikkinchi kuni bizning vakillarimiz Istanbulga borishadi. Ya'ni ular kerak bo'lsa Ukrainaliklardan oldin delegatsiyani Istanbulga jo'natyapti. Go'yoki Rossiya tinchlik istaydi degan mujdani yo'llash. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, Rossiya menimcha hali o'zining oldiga qo'ygan maqsadlariga erishgani yo'q. Va shu ma'noda keyingi paytlarda Rossiya aytaylik mamlakat ichkarisida hattoki shu Moskvaga dron hujumlari uyushtirilishiga ham yo'l qo'yib beryapti. Go'yoki Rossiya Federal xavfsizlik xizmati kar va soqov ko'rmayotgandek. Chunki bu dunyodagi eng kuchli xavfsizlik xizmati va aytish kerakki, mamlakat hududida uchirilayotgan dronlar qayerdan uchirilyapti, kimlar tomonidan uyushtirilyapti, hammasini yaxshi biladi, lekin qo'yib berishyaptiki, Ukrainani jabrdiyda davlat emas, balki u ham Rossiyaga o'xshagan agressor sifatida ko'rsatish dunyoga. Maqsad mana shundan iborat. Demakki, keyinchalik mana Ukraina ham kuchli davlat ekan, Rossiyaga talofat yetkazyapti. Kerakli endi biz harbiy yordamni kamaytirsak ham bo'ladi degan yoki mana shu betaraf pozitsiyaga o'tib oladigan bir yondashuvlar yuzaga kelishi mumkin. Va biz ko'ryapmiz, mana saylovlar orqali ham mana Polshada ko'proq mana shu Donald Trampga xayrixoh kuchlar yoki o'sha respublikachilarga xayrixoh kuchlar hokimiyat tepasiga keldi. Ular Ukrainadagi urushning davom etishidan manfaatdor emasligini aytayapti. Hatto mana hukumatga ham Donald Tusk boshchiligidagi hukumatga ham ishonch masalasini ko'tarishdi. Lekin saqlanib qoldi. Menimcha kelishuv bo'lgan bu yerda. Yoki boshqa mamlakatlarda ham, hatto mana Germaniyada ham so'l kuchlar
tobora mavqei kuchayib boryapti. Garchi saylovda xristian demokratlar va xristian sotsialistlar g'alaba qozongan bo'lsa ham, lekin farq tobora kamayib boryapti. Xullas, dunyoning juda ko'plab mamlakatlarida, mana Janubiy Koreyada ham Shimoliy Koreya bilan nizo ko'lamini kamaytirish yoki Ukraina Rossiya o'rtasidagi urushda betaraf mavqeni egallash kerak bo'lsa, qurol-yarog' yetkazib berishini to'xtatishga ham qaror qilyapti. Demakki, dunyoda Ukrainani qo'llaydigan davlatlar safi ham tobora kamayib boryapti va hatto eng asosiy harbiy ittifoqchisi bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarida mana kuni kecha Pit Hegseth chiqish qildi, mudofaa vaziri, va u ham ochiq aytdi va biz byudjetdan Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berish moddasini qisqartiryapmiz, ya'ni pul ajratishni qisqartiryapmiz deyapti. Demakki, hozir AQShdan Ukrainaga qurol-yarog' yetkazib berilyapti, lekin bu Donald Trampning yordami emas, balki avval ajratilgan Joe Biden davrida uning imzosi bilan yo Kongressning imzosi bilan ajratilgan qurol-yarog'larning hammasi Ukrainaga yetkazib berilyapti. Bu degan so'z Donald Trump hamon Ukrainani qo'llab-quvvatlayapti degani emas, balki avvalgi rejim tomonidan, avvalgi boshqaruv tomonidan ajratilgan harbiy yordam juda kam miqdorda bo'lsa ham Ukrainaga yetkazib berilyapti. Ming afsuski, bugun Ukrainada mana shu rezerv degan balo bor, ya'ni rezerv yetishmovchiligi saqlanib qolyapti. Shuning uchun hozirgi paytda mayli shu rezerv yetishmasa ham, agar shu ozgina bir nafas olishga imkon berilsa 30 kunlik mana shu qaytadan qo'shinlarni guruhlashtirish mumkin va Ukraina askarlari ham rus askarlaridan qolishmaydi. Balki mana biz 2023-yilda guvohi bo'ldik. Hatto Ukraina qurolli kuchlari g'arb yordamida, qurollari yordamida hatto bir necha hududlarni qaytarib olgandi. Kupyansk, Izyum, bu yoqdan o'sha Krasniy Liman deymiz yoki Lugansk viloyatidagi ayrim hududlar yoki Xerson viloyatining ma'muriy markazini qaytarib olganligini biz juda yaxshi bilamiz va hozirgi paytda endi Rossiya ancha ustunlik, ya'ni qo'shinlar sonidan ustunlik, artilleriya va artilleriya snaryadlari borasidagi 3ga 1 ustunlik yoki dronlar borasida ham birmuncha Rossiyadagi ustunlik tufayli Ukraina masalan bir kichik hududlarini masalan tashlab chiqishga majbur bo'lyapti. Lekin oladigan bo'lsak, shunday Rossiya ustunligiga qaramasdan Ukraina masalan haligacha mana qachonda o'rab olingani, Pokrovskni haligacha Rossiya zabt eta olgani yo'q. Yoki o'sha Xarkivning Volchansk shahrini haligacha zabt eta olgani yo'q. Xullas, Rossiya kichik aholi punktlarini ishg'ol qilish bilan hozirgi kunda ovora, lekin kelajakda bu balki o'sha boshqa yirik shaharlardagi qo'shinlar mudofaasini ham qiyinlashtirib qo'yishi ehtimoli yo'q emas. Rahmat Abdulla aka, muxlislardan kelayotgan savollar. Abdulla aka, Ukraina Yevropaning yordami bilan 1991-yildagi chegaralarga qaytishi mumkinmi? Masalan, bugun Germaniya, Fransiya o'sha faol yordam berish tarafdori, Britaniya ham ortda qolmayapti. O'zi umuman mana shunday imkoniyat bormi Ukrainada Yevropa yordami bilan? Tushunarliki, AQSh bunda katta bosh qo'shmaydi. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy yordamni kamaytirsa yoki butkul yuz yuguradigan bo'lsa, bu juda ham qiyin. Yevropa ittifoqining yoki NATOning boshqa davlatlari yordami bilan ustunlikka erishish qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda Yevropa Ukraina qo'shinlarini razvedka ma'lumotlari bilan Rossiya qaysi hududdan turib tayyorgarlik ko'ryapti, masalan Ukrainaning qaysi shahriga ballistik yoki qanotli raketa otmoqchi yoki otyapti, qayerda tayyorgarlik ko'ryapti, bu ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar berib kelgan shu paytgacha.
Endi hozirgi paytda mana shu razvedka ma'lumotlarni uzatish avvalgi darajada emas. Uning ko'lami kamaygan. To'g'ri, bugungi kunda masalan Buyuk Britaniya aytyapti, biz mana shu 2025-2026 yilgi budjetdan 4 milliard dollar atrofida pul beramiz. Bu degan so'z, bu pullar dron ko'rinishida bo'ladi deyapti. 100 mingta dona dron ajratmoqchi. Lekin urush taqdirini faqat dronning o'zi hal qilmaydi. Endi Vladimir Zelenskiyning o'zi ham aytayaptiki, Yevropa ittifoqi davlatlari yordam bersa, Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llab-quvvatlamasa, bu yordam biz uchun yetarli bo'lmaydi. Lekin yordam berilgan taqdirda ham Ukraina bosib olingan hududlarni qaytarishiga juda ham ojizlik qiladi. Ayniqsa Qrimni de facto qo'ldan ketdi deb hisoblayapti. Lekin mana shu menimcha Ukraina Donbassni ham masalan deyarli qo'ldan ketganligiga masalan ko'nikishi mumkin, lekin Zaporojye viloyatiga yoki Xerson viloyati qo'ldan ketishiga ko'nmasligi mumkin. Ayniqsa Zaporojyening strategik ahamiyati yuqori. Bu yerda juda katta foydali nodir metallar konlari joylashgan yoki atom elektrostansiyasi, juda ko'plab gidroelektrostansiyalar, ya'ni mamlakatda masalan 15% dan 30%gacha bo'lgan elektr energiyasini, ya'ni Ukraina nazarda tutyapti. Hozir Rossiyaning nazoratiga o'tdi atom elektrostansiyasi. Mana shu atom elektrostansiyasi va yon atrofdagi gidroelektrostansiyalar o'sha mamlakatning butun hududini kamida 20-30%ni elektr quvvati bilan ta'minlab kelgan. Afsuski, endilikda mana shu Ukraina jon jahdi bilan harakat qilyapti. Muzokaralar davomida ham aytyapti, biz tayyor emasmiz Zaporojye atom elektrostansiyasini. Mayli Amerika Qo'shma Shtatlari nazoratiga o'tsin, undan Rossiya ham foydalanishi mumkin, Ukraina ham foydalansin degan talabni ilgari suryapti. Demakki, hozir ayni hozirgi sharoitda Ukrainani 1991-yilgi chegaralarga qaytishi mushkul masala. Chunki boya aytib o'tganimdek, qurol yarog'ni yetkazib berish mumkin, lekin undan foydalanish uchun zaxira kadrlar, zaxiralar, ya'ni zaxira oddiy askarlar yetishmovchiligi juda katta. Mana birgina Rossiyani olaylik. Rossiya Suma viloyatining o'ziga 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan qo'shinni tashlayapti. Bu yerda Ukraina Suma viloyatini saqlab qolish uchun 200 ming askar kerak bo'lar ekan. Ya'ni 200 ming askarni hozir frontning boshqa hududlaridan tashlanishi, albatta o'sha masalan Donbassdan olib kelinadigan bo'lsa, Donbassdagi asosiy shaharlarning masalan Pokrovsk, Slavyansk, Kramatorsk kabi shaharlarning qo'ldan boy berishiga olib keladi. Shuning uchun hozir Ukraina Suma viloyati ham bosh qotgan. Masalan, birinchi va ikkinchi mudofaa liniyalari deyarli yorib o'tildi. Endi faqatgina 3-liniya qolyapti. Agar boya aytgandek Yugnakovga shahri ishg'ol qilinadigan bo'lsa, bu Sumaga yo'l ochib berishi mumkin. Va hozir Ukraina iloji boricha mana shu mudofaani saqlab qolish uchun kichik taktikani o'zgartirishga, masalan 4-5 tadan bo'lsa-da askarlarni masalan Rossiyaning turli chegaralar tomon Bryansk yoki Rostov-Don yoki bo'lmasam Kursk viloyatlari tomon diversantlarni tashlashga majbur bo'lyapti. Chunki hozirgi paytda ommaviy ravishda masalan mudofaaga yotib olinishi baribir ertaga front chizig'ining yorilishiga olib keladi. Shuning uchun Ukraina qo'shinlarini har tarafga yoyishga, Rossiyaning turli chegaralar tomon tarqatishga majbur bo'layapti. Rahmat. Abduvali aka, hamma sizga salom bergan. Salomat bo'lsin. Abduvali aka, Ukrainani agressiv ko'rsatmoqchi deyapsiz Rossiya. Lekin baribir o'zga yurtga bostirib kirgan Rossiyani o'zi-ku agressorligicha qoladi-ku. Buni qanday amalga oshiradi? Qora rang baribir qoraligicha qoladi. Qanday qilib u Ukrainaga bostirib kirib, endi Ukrainani ham agressor sifatida ko'rsatmoqchi deganman.
Ha, to'g'ri, men tushuntirishga harakat qilaman oddiy til bilan. Ya'ni bugun endi ming harakat qilmasin, to'g'ri, Rossiya agressor, boshqa mamlakatda o'sha o'zi imzo chekkan BMTni masalan ustavlarda ko'rsatilgan har bir davlatning chegaralari daxlsiz ekanligi, suvereniteti, hududi yaxlitligi, lekin Rossiya mana bostirib kirdi, lekin o'zining narrativlari bor. Aytayaptiki, biz majbur bo'ldik, NATO sharqqa tomon kengaydi, Ukrainani ham qo'shib olishga harakat qilishyapti edi, biz bu jarayonni to'xtatdik. Biz majbur bo'ldik, bizni o'sha mana shunga Ukrainaga qarshi urushga majbur qilishdi. Birinchi bo'lib urushni Ukraina tomoni boshlab berdi. Donbassda, masalan, Donetsk va Luganskda rus tilida so'zlashuvchi bizning millatdoshlarimizni bombardimon qilishdi tinimsiz bir necha yil davomida. Shuning uchun biz majbur bo'ldik degan narrativlar bor. Endi buni himoya qilish kerak. Qanday qilib? Albatta, olaylik, Rossiyaga juda kuchli bosim bo'layotganda Qo'shma Shtatlar mana Senatida ko'rib chiqilayotgandi sanksiya qo'llash masalasi. Uni sanksiyani qabul qilgan taqdirda ham 88 kishi rozi bo'lib turgandi, lekin prezident qabul qilmaydi, imzolamaydigan bo'lsa mana shu qonun loyihasini loyihaligicha qoladi. Uni o'tkazishning imkoni yo'q. Shuning uchun hozir to'xtatib qo'ydi va Donald Tramp Putinga bir necha bor 2 hafta yo 1 hafta muddat berdi. Mana shu muddat mobaynida o'zingga kelib olsang-ki, Ukrainaga zarba berishni to'xtat degan talablarni ilgari surdi va nihoyat o'sha ko'pchilik tushunib tushunmasdan hozir qo'llashdi. Juda ham zo'r anaqa operatsiya amalga oshirildi deyishdi. To'g'ri, 10 ta samolyot shikastlangandir, 13 ta samolyot shikastlangandir. Uning 6 tasini masalan Rossiya tiklash mumkinligini e'tirof etdi va sun'iy yo'ldoshlar orqali va bu o'rinda o'sha kompyuter o'yinlari orqali yoki kompyuter tizimi orqali masalan sahnalashtirilgan holatlar ham bor. Men kamsitmoqchi emasman Ukraina maxsus xizmatlari operatsiyasini, lekin bu narsa Rossiyaga qo'l keldi. Rossiya endi mana o'sha ertasiga, hujum ertasiga ikkinchi kuni Putin bilan Donald Trampning suhbati bo'ldi. Mana shu suhbatdan keyin Donald Trampga Vladimir Putin tushuntirdiki, biz mana muzokaraga tayyorgarlik ko'rayotgandik. Ukraina maxsus xizmati 2 ta passajir poyezdimizni portlatdi. Undan keyin biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan SMV-3 strategik hujumkor qurollarni qisqartirish 3-shartnomasiga binoan samolyotlarimizni ochiq havoda, ochiq osmon ostida saqlayotgandik. Lekin mana endi Ukraina bizni majbur qilyapti hujum qilishga degan ma'noda Donald Tramp bosim ko'rsatish imkoniyatini qo'ldan boy berdi va o'sha Vladimir Putinni xohlagan ishini qilaver degandek yo'l ochib berdi. Bu narsa Rossiya foydasiga hal bo'lyapti, chunki ertaga baribir o'sha Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan davlatlarning hammasi bo'lmasa-da, ayrimlari ertaga ortga chekinish mumkinki, mana Rossiyaga Ukraina qattiq zarbalar yetkazdi. Ukraina ham katta kuchga ega. Ertaga mabodo Ukraina bunday hujumlarni davom ettiraversa, biz qurol yarog' beradigan bo'lsak, bizning hududimizga ham raketalar yog'ilmasmikin degan bir savollarni paydo qilyapti. Masalan, mana Germaniyaning mudofaa vaziri yangi saylangan o'sha Donald Tramp va o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan uchrashish uchun Vashingtonga bordi, uchrashdi ham va bu yerdan shunday maqsad bilan keldi, Taurus raketalari berilmasin degan buyruq bilan keldi. Chunki bu ertaga berilsa, Ukraina uni xuddi mana shu samolyotlarni omborida bir necha samolyot yo'q qilgandek Rossiyadagi harbiy obyektlar va Rossiyaning yuragiga yoki o'sha nozik nuqtalariga zarbalar beriladigan bo'lsa, chunki Taurus uncha-muncha raketa emas, uni PVO'ni ham ushlashi qiyin bo'lgan, nishonga borgandan keyin nishonni
butkul vayron qiladigan raketa hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi paytda mana shu Ukrainani yomonotlik qilish kampaniyasi boshlandi va ayniqsa bu narsa Donald Trampga birinchilardan bo'lib ta'sir qilyapti. U Ukrainaga harbiy yordam berish ko'lamini qirqishga majbur bo'ldi va aytyaptiki, mana shu Ukrainaning xatti harakatlari endi aybni bular Ukrainaga ag'darishyapti. Ukraina aybdor, Ukraina urush boshlanishiga sababchi bo'ldi. Agar NATOga kirishni istagi bo'lmaganda bu urush bo'lmasdi. Hammasi Joe Biden boshladi, Yevropa davlatlari va Ukraina boshladi bu hujumni deb Ukrainaga ag'darishyapti. Agar Ukraina yana bir ikkita mana shunday nozik Rossiyaning nozik joylariga zarbalarni beradigan bo'lsa, endi bu albatta Rossiya nazarimda urushni Ukrainaning janubiy sharqiy hududlarini to'liq egallash maqsadidagi keng qamrovli operatsiyalarni boshlashi mumkin. Va men aytmoqchimanki, ba'zilar aytayotki, Rossiyada kuch qolmadi. Rossiya mana Ukrainani o'ziga kuchi yetmayapti, NATOga yo'l bo'lsin degan ma'noda. Lekin ayni paytda o'sha Rossiya agressor deb aytilyaptiki, bu yerda men NATO bosh kotibining Ruttening o'sha bayonotidan aytmoqchimanki, Rossiya bugungi kunda harbiy sohada bizdan 40 barobar katta imkoniyatga ega deyapti. Ya'ni qurolli kuchlari jihatdan ham, qurollari zaxirasi jihatdan ham zaiflashib ketgan ekan. Rossiya albatta. Bu yerda Rossiyada endi to'g'risini aytganda korrupsiya nihoyatda kuchli bo'lgan. Yaqin paytlargacha endi harbiy sohada Putin yig'ishtirishga majbur bo'ldi. Shoygu ham ketdi. Shoygu ham ketishga majbur qilindi va albatta o'zining yoniga oldi. Chunki ertaga o'ziga ham endi albatta olib borish mumkin edi bu tergov harakatlari. Shoygudan keyin bevosita uning boshlig'i aniq kimligi. Bali bir vaqtlar o'zbeklarni kamsitish uchun paxta ishi deb boshlab keyin qarasa Moskvaga ketib qolganda to'xtab qolishgandiku. Endi to'g'risini aytganda boya sanksiyalar Rossiyaga ta'sir ko'rsatadimi degan ma'noda ta'sir ko'rsatyapti ham. Lekin mana Rossiyada biroz iqtisodiyot sovdi deb Markaziy banki, Rossiyaning Markaziy banki, Rossiya bosh vazirining o'rinbosari ham bayonot berib o'tdiki, ya'ni bu yerda odamlarning masalan iste'mol qilish darajasi keskin tushib ketgan. Ya'ni odamlar unchalik masalan avtomobil sotib olmayapti, undan ko'ra omonat tarzida qo'yishga harakat qilyapti yoki yalpi ichki mahsulotning o'sishi avvalgi darajada emas. Oldin 3-4% bo'lsa ham o'sish bor edi, keyingi 3 yilda o'sish bor edi. Bu yildan mana shu o'sish umuman chippakka chiqishi mumkinligini Rossiya Markaziy banki ham e'tirof etyapti. Endi sanksiyalar to'la ish berish uchun butun Yevropa, butun dunyo bir bo'lish kerak. Lekin hozir bo'linish borligini yaxshi bilamiz. Global Janub Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi. Yoki bo'lmasam MDHdagi sheriklar Rossiya bilan aloqani uza olmaydi. MDHning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasi bozorlari hisoblanadi va bundan tashqari Yevropa ittifoqida ham birlik yo'q. Hatto o'sha olaylik Vengriya, Slovakiya, mana endi Polsha ham ular safiga qo'shilishi mumkin va bu yerda Serbiya shunga o'xshagan davlatlar masalan Rossiyaga sanksiyalar joriy etishni o'ziga ep ko'rmayapti. Umuman bo'linish borligi uchun sanksiyalar ish bermayapti deyishimiz mumkin.